Bu video Shohab Play kanaliga tegishli. Bu videoni men shunchaki tanishtirish uchun ko'rsatyapman. Bu menga tegishli emas bu video. Aytgancha Shohab Play kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz o'tib obuna bo'lib qo'ying. Bo'lmasa ko'ravering. Xohlasangiz like bosing, xohlasangiz like bosmang. Bu Shohab Play kanaliga tegishli. Aytgancha u kanalda ham ko'rsangiz bo'ladi har xil qismlarni. Unga albatta o'tib obuna va like tugmachalarni bosib, har bitta videosiga like va kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Bo'lmasa videoga Sen ishlaysan, meni tuta olmaysan, sen umuman yugurishni boshladi. Qoch. Menimcha o'ta olmaydi degan umiddaman. Qani o't ketdi. Yo'q, o'ldira olmaydi. Yarimta jon qoldi. Eshik tezroq yo'q. Yo'q, nima eshik sinyaptimi? Eshik sindiryapti. Yo'q. Birinchi va ikkinchi qismni kanaldan topsangiz bo'ladi. Falsisi 3-qism. Yo'q, u sindiryapti. Bir nima qilish kerak. Podval kovlaymiz. Tezroq pastga tushamiz. Falsisi yordam ber, nima qilsam bo'ladi? Siz yaxshi variant tanladingiz, pastga tushyapsiz. Juda ham yaxshi, pastga tushavering, ustingizni tepasini yopib oling. Xo'p, bo'ladi, shunday qilaman. Xo'p, bo'tga hozir biz fakir qo'shimiz kerak, yana ozgina kattalashtirib olaylik va mana endi menimcha bu yerga tusha olmaydi. Jennerson Falsisi nimaga bizni qopqonimiz ishlamadi? Uni ko'rdingmi? Shunday yugurib o'tib ketib qoldi. Ha, ko'rdim. U demak qopqonimiz kichkinalik qilgan. U shunday o'tib ketib qoldi. Uni teksturasi juda ham katta ekan. Ha, menimcha shunday, chunki u shunday yugurib o'tib ketib qoldi va ikkita urun urdi. Men esa yarimta jonim qoldi, sal qolsa o'lar edim. To'xtachi Falsisi, uni eshityapsanmi? U to'xtab qoldi. U boshqa hech kim urmayapti. Ha, eshityapman, lekin tashqariga hech qachon chiqmang. Bilib bo'lmaydi, u sizni kutib turgan bo'lishi mumkin tepada. To'g'ri aytasan, ahmoq emasman, albatta tepaga chiqadigan. Bu yerni kattalashtiraman va bu oxirgi bloklar va buni ham buzdim. Endi esa buni tepasini bunaqasiga dekorativni qilib chiqishimiz kerak. Navbat endi polga. Polni ham chiroyli qilib chiqaman. Polni ham oxirgi bloklarni qo'yaman va tayyor. Falsisi qalay, yaxshi chiqdi-ya? Ha, juda ham ajoyib chiqdi. Menimcha ko'chada ham o'sha tong otib qolgan bo'lishi kerak. To'g'ri aytasan, rostda ham tepaga chiqishimiz kerak. O'sha ovozi ham tugab qoldi-yu, monster ovozi ham chiqmayapti va echki ham urmayapti. Xo'p, tepaga chiqaylikchi, qani hech kim yo'q degan umiddaman. Biz uyimizni sindirib tashlabdi-ku. Yo'q, hech qisi yo'q shu ha. Buni tuzatsa bo'ladi, hali ham uyimizni polni buzib tashlamabdi. Bu gaping ham to'g'ri, lekin mana bu qopqonimiz ham ishlamaganini qara aksiga olib. Hech qisi yo'q, buni ham albatta to'g'rilaymiz. Menimcha buni sal kattaroq qilishimiz kerak va u 100% lavaga tushadi va o'ladi degan umiddaman. Ha, men ham shunday deb o'ylayman. Ha, biz mana yerdagi moblarimiz ham turibdi ekan. Yaxshi, ularni o'ldirib tashlamabdi. Endi esa mana bu singan joylarni to'g'rilashim kerak. Jin ursin. Menimcha yog'och ham yo'q bo'lsa kerak. Bor, meni yog'och olib kelish kerak. Yo'q, bu yerda daraxt qolmagan. Bilaman, ko'rib turibman. Nariyoqdan olamiz. Daraxt chopamiz. Bo'ldi, yetadi. Endi buni to'g'rilash kerak. Mana bu yerda yog'och bloklari bor edi va u tosh bloklarni ham sindiribdi va fakirlarni ham olib tashlabdi. Eshigimiz qani? Shu eshik yasaganimizda hali ham 3 ta eshik bergan ekan. Mana eshigimiz bor va qo'ydik. Ana endi bitirib oldik. Yaxshi, endi buz tashlamaydi degan umiddaman. Podvalimizga esa narvon qo'yishimiz kerak. Ha, shunda osonroq tushib chiqamiz, ha? Xuddi shunday. Ana tayyor. Endi buni ustiga lyuk bilan yopishim kerak va shunda xavfsizroq bo'ladi. Ana endi osongina tushib chiqamiz. Ha, bu yerda ham kelajakda nimadir qilarmiz. Falsisi, bilasanki, o'tgan tun mana haligi monster kelganda meni 2 ta udarda, hattoki 3 ta udarda o'ldirib qo'yay dedi, to'g'rimi? Ha, shunday bo'ldi. O'zi ham ozgina qoldi. Shuning uchun ham men o'zimga temir set branya qilishim kerak va uning uchun biz hozir shaxtaga boramiz. Juda ham yaxshi variantda. Qani olg'a shaxtaga unda. Bo'ldi, sen o'zing yordam berasan-da, menga qayerda shaxta borligini. Aha, bajonidil. Hozircha shu yerdan to'g'ri pastga qaziyvering-da, o'zi shaxta chiqadi. Bo'ldi, aytganga kiraman va qazishni boshladim. Yo'q, Falsisi, rostda ham shaxta chiqibdi. Aldamading, qo'yilmaqom. Mana bu yerda ham temirlar bor ekan, hammasini olaman. Ha, albatta, men sizni nimaga aldashim kerak? Albatta, siz temir branya qilasiz va o'zingizga kiyim qilib olib, albatta, haligi monsterga o'ldirishga yordam beryapsiz. Bari temirlarni olaylik, bittasi ham qolib ketmasin. Oldinda skelet bor, shu ehtiyot bo'ling. Rostdan ham sani qoldi-ya, o'zi ham pastga tushiraverardi. Qani endi o'zim tushiraman-da, buni ana bo'ldi. Pastga tushib ketdi. Qayerda yana temir bor ekan-a? Yon atrofga yaxshilab qarang. Bu atrofda temir juda ham ko'p. Yon atrofga yarasa qarayapman-da, shu topolmayapman. Ko'zingizni kattaroq oching. Hozir ko'zim chiqib ketib qoladi. Bo'ldi. Topdim. Mana bu yerda temir bor ekan, lekin bu yer juda ham xavfli. Men yoqqa pastga tushib ketib qolishi mumkin ekan. Mayli, nima qilib bo'lsa ham baribir olaman. Ana qarab, Falsisi, nima
nima skelet menga otaman deb zombiga otdi va o'zi o'lib ketdi. Ha, ko'ryapman. Va oxiriga temirni ham oldim. Yo'q, bu yo'llar qorong'uligini. Qo'lingizda fakil bor-ku, qo'ying. Qo'yapman, umuman olganda o'zi bu yerda fakil bo'lish kerak-ku, shaxta-ku. Demak, bu yerda bug bo'lib qanaqasigadir fakil tushmay qolgan. Qani ko'mirjonlarni inventarimga sakranglarchi. Yo xudoyim, Falsisi, qo'shiq, haligi monstrni qo'shig'i. Eshityapman, ehtiyot bo'ling, lekin u tashqarida bo'lishi mumkin, axir shaxtada spam bo'lishi mumkin emas. Men ham shunga hayron bo'lyapman. Qanaqasiga u shaxtada spam bo'lgan bo'lishi mumkin deb qo'shig'i lekin juda ham yaqin chiqyapti. Qo'rqmang, u sizni tuta olmaydi. Bu shaxtalar juda ham kichkina, uni esa bo'yi juda ham baland. Bo'ldi. Qo'rqmaymiz. Sekin boramiz. Qani qayerdan kelyapti? Mana shu yerda juda ham baland ovoz chiqyapti. Mana bu yerda ekan u. Shu hozircha u sizni payqagani yo'q. Tezroq juftakni rostlang. To'xta, Falsisi, uni bo'yi demak mana bu yerga sig'mayapti va u bizni payqamayapti ham. Juda ham yaxshi. Kecha Falsisi uni borib sekin urishga harakat qilib ko'ramiz. Yo'q, unday qilmang, iltimos. U birdaniga tipirchilab sizni o'ldirib ketishi mumkin. Vahima qilma, ishima bo'lmaydi. Qani sekin blok qo'yilikcha chiqolarimga. Chiqdi, qoch. Shu qasab o'zingizga o'zingiz qilasiz-da, hozir yetolsa rostdan ham o'ldiradi. Nima o'ylashyapsiz u bilan? Bo'ldi, yetarli, bo'ldi. Kerak emas, tegmayman. Ketdik undan ko'ra uyga. Nima, o'zi kech tushganmi yoki ertalab bo'lyaptimi? Bloklar bilan yopib tashlashimiz orqamizdan chiqishi mumkin. Falsisi nimaga bu o'lgurni qo'shig'i hali ham to'xtagani yo'q? Bilmadim, to'g'risi yo'q, men ham bilmayman. Ehtiyot bo'ling, tag'in tepada bo'lib qolmasin. Rostdan ham bilib bo'lmaydi, boshqa joydan chiqib kelgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin emas. Nima, qo'shiq tugadimi? Shu yoki eshitilmay qoldi, ya'ni u juda ham past ekanligidan yoki bo'lmasam u o'zi yo'q bo'lib qolgan shaxtadan uje. Xudoga shukr, qo'shiq ovozi to'xtadi va ertalab bo'ldi va monstr ham yo'q. Qanday yaxshi-ya? Qo'shilaman gapingga. Endi esa biz hozir o'zimiz temirlarni pishirib va o'zimizga biranga yasab olamiz. Shu men sizga bitta narsani aytishim kerak. Bu juda ham muhim. Xo'sh, bemalol aytaver, qulog'im senda. Men sizga Verity haqida aldagan edim. Ha, men uni taniyman, men bilaman u kim ekanini. To'xta. Nima, sen Verityni taniysanmi? Ha, u meni ukam. What the fuck? Ukang? Ha, to'g'ri eshitdingiz, ukam. Demoqchisanki, sen hozir Verity qayerdaligini bilasan. Ha, xuddi shunday, men uni qayerdaligini bilaman. Unda nimaga u kelmayapti? Nimaga aynan sen u kelding uni o'rniga? Bu haqida esa aytishim sir. Bu haqida Verity aytma degan. Jin ursin, nimaga shunaqasilarsizlar? Shu xavotir olmang, yaqinda Verity qaytadi. Voy, qanday yaxshi, shunchalik xursandmanki. Obunachingizga esa aytadigan gapim bor. Bemalol aytayver. Hoy, kuzatuvchi, ekran ortidagi aynan siz, siz qarab turgan. Agar Verity qaytishini xohlasangiz, hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastga tushing va obuna bo'lib qo'ying. Va men Verityga xabar beraman. Ha, juda ham ko'p odam obuna bo'ldi va qaytaverdi. Pastga tushing, obuna bo'lib, videoga esa like bosib qo'ying. Falsisi sigirlarga o't berish vaqti bo'ldi. Qani tezgina berib tashlaymiz. Tovuqlarimizni qara, Falsisi tuxum qo'yib tashlaganni. Qancha qo'yib tashlagan? Naqd 6 ta. Falsisi dahshatli ideya bordi, hozir bu tuxumlar bilan qiladigan. To'rt qilmoqchimisiz? Ha, aynan to'rt qilmoqchiman. To'rt qilishga paqir kerak-ku, paqiri yo'q, siz atiga bittagina yasashingiz mumkin. Voy, rostdan ham bizga 3 ta kerak-a? Unda hammasi sindirib tashlayman-da hozir. Mana sindirib tashlayman, balki jo'ja chiqar. Ana jo'ja ham chiqmadi. Rosa omadliymizda. Falsisi esimizdan ham chiqib qolyapti-ku. Buni qopqonni biz kattalashtirishimiz kerak edi. Kechqurun bo'lib qolsa monstr kelish. Shu joygacha bo'ladi. Buni to'liq qismini o'sha pochta aytgan kanalimdan topsangiz bo'ladi. Ha,